Assalamu alaykum savoqdaşlar. Usul dersimizge hoş geldinglar. Biz bugün usul dersimizdenki davamını okuymiz. Biz ilgirki saatlik dersimizde kalamninki haqiqat va majaz deb ikki turga bo'linganligini o'qigan. Endi biz bugün emir haqida to'xtalamiz. Emir. Emirni biz grammatikada o'qib bo'lgan shundoq, ammo biz usul fiqhidagi shakli bo'yicha o'qiymiz. Ya'ni grammatikada olgan emirge o'xshamaydi. Bu usul fiqhida qanday bo'lsa emir bo'ldi, emir nimalar bilan ifodalanadi, bu haqda to'xtaldi. Bu haqda mazmunlarni o'qiymiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Al-amr. Emir degan nima? Ta'rifuhu, uning ta'rifi al-amru qawlun yatadammanu talabul fi'li ala vajhil isti'la deydi. Emir degan nima desa, qawlun yatadammanu talabul fi'li ala vajhil isti'la. Qavlun söz öz içige alıdı bir işini qilishning talab qilishni, ya'ni bir fiilni talab qilishni öz içige alıdı ala vajhil isti'la. Üstünlük yo'liga asosan. Oldin buni ekan qavl ekan, ya'ni bu ishorat emas ekan. Harakatni qilishni qanday qildi ekan? Öz içige aldı ekan. Qanday yo'liga asosan? Ala vajhil isti'la. Yuqurluq, üstünlük yo'liga asosan, ya'ni buyruqlan bulab bu yoki iltimos emas, duo emas, cho'qim ustunlik yo'liga asosan bo'lsa, buning bo'ldi amri bo'ladi. Xuddi va aqimus salata va atuz zakat deganga o'xshagan. Aqimu qavlmu qawl. Bir ishni qilishni talab qilamdi, namoz o'qinglar deyish orqali talab qiladi. Bu kimdan kelgan buyruq? Allohdan. Ala vajhil isti'la, ya'ni yuqurliq yo'liga asosan degan gap shu. Ya'ni cho'qim yuqurdan kelgan bo'lishi kerak. And aslında bu lafzni bir tahlil qilamiz. Fa kharaja bi qawlina qawl, ya'ni qawl degan so'z bilan ishorat chiqib ketdi. Ya'ni ishorat degan amr ulanmaydi. Fala tusamma amran wa in fadat ma'nahu. Agar garchi amrning ma'nosi ifodalansa, amr deb atalmaydi. Talabul fi'l degan so'zimiz bilan nahiy chiqib ketdi. Bir shayni qilishni talab qilish amr oldu. Nahiycho amr ulanmaydi. Chunki nahiy degan talabu tark, u tashlashni talab qilish. Wal murad bil fi'li al ijad. Bu yerdagi fi'l degan so'z bilan bo'lgan maqsad ijod, ya'ni vujudga chiqarish. Vujudga chiqarish hargizmi bir ish harakatini ko'rsatmaydi. U mayli ish harakat bo'lsin yoki so'z bo'lsin. Shunga deydi, fa yashmulul qawlal ma'mur bihi. Buyurilgan so'zni o'z ichiga oldi. Masalan, qul la ilaha illalloh degan bo'lsa, bir ustidan la ilaha illalloh deb desa ig'izda bu amrni bajarib keltirgan bo'ladi. Ya'ni amr degan cho'qim fi'lni o'z ichiga olmaydi demakchi. Fa yashmulul qawlal ma'mur. Buyurilgan sözlab qalsa, sözüm qanday qildi? Öz ichiga oladi. Wa kharaja bi qawlina ala wajhil isti'la. Yani üstünlük yo'liga asosan, ya'ni ustundan bo'lish kerak degan gap bilan so'zimizdan chiqib ketdi. Iltimos chiqib ketdi, duo chiqib ketdi va undan boshqa chiqib ketdi. Wa ghayrihima mimma yustafadu min sigatil amr bil qara'in. Va undan boshqa amr sigalaridan qarinalar bilan foydalangan narsalar qanday qilib ketdi? Chiqib ketdi. Ya'ni amr deganning hammasi buyruqni bildirmaydi. Iltimosni bildirishi mumkin. Masalan, bir o'quvchining ustozidan, ustozim menga ruxsat bersangiz, bu bir iltimos. Bizning Allohdan qilganimiz, ey Alloh duoyimizni ijobat qilgin. Bu buyruq emas. Bu nima? Duo. Shunga o'xshagan qarinalar bilan qarab bilamiz shundaqo. Garchi buyruq lafzi kelgan bo'lsa-mu, bu ben degan Allohga buyruq qilinmaydi. O'quvchi degan ustoziga buyruq qilinmaydi deb qarinalar orqali qana qilamiz, buning bir buyruq emasligini bilamiz. Shunga deydi, va g'ayrihima mimma yustafadu min sigatil amr bil qara'in. Va undan boshqa amrning siyg'asidan foydalanadigan, yani amrning siyg'asidan chiqariladigan narsalarning hammasi qanday qildi? Chiqib ketdi. Qarayni bilan. And amrning siyg'alari qanday bo'ldi? Amrning 4 dona siyg'asi va birinchisi ko'p ishlatilgan 4 dona siyg'asi va birinchisi fi'li amri. Masalan, utlu ma uhiya ilayka minal kitab. Sana vahiy qilingan kitobni o'qib bagin buyruq. İkincisi ism fi'li amri. Fi'li amri emas, ism fi'li amri. Ism fi'li amri degan nima edi? Fi'l bildirgan ma'ni bildiradi, ammo o'zi ism, ya'ni fi'lning ma'nosi qanday qilmaydi? Fi'lning alomatini qabul qilmaydi. Fi'lning alomati qaysi? Masalan, fi'l amrining alomati muxotabaninki ya'sini qabul qilishi, ya'ni uktubidiki ya'ni qabul qilishi, tanvinning nunni qabul qilishi. Demak, bu alomatlarni qanday qilmaydi? Qabul qilmaydi. U bir ism, ammo ma'nosi nima? Fi'l. Masalan, hayya alas solah. Hayya alas solah. Bu hayya degan nima? Ism fi'l. Namozga kingla, ta'al degan ma'noda, ya'ni kingla degan ma'noda. Üçüncüsü el-masdarun naib an fi'l amr. Fi'l amridan o'rinbosar bo'lgan masdar.
Asli masdar, ama fiilden birisi bor, o fiil tashlab uning o'rniga kelgan masdar. Masalan, fa iza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab. Agar sizlar kofirlar bilan uchrasanglar, ularning gadini chepinglar. Degan bu oyatdagi fa iza laqitumul ladina kafaru, kofirlar bilan uchrashgan vaqtinglarda fadarba degan, shu darba degan masdar asli bu. Asli buninki fadribu degan bir fiil amri va u tashlanib, shu fiilniki masdari kelib, fiil amrining qanday bo'lgan, o'rin bosari bo'lgan. Shuning uchun bu masdar bo'lsa-mu, amr ma'nosini ifodalaydi. Shuni tarjima qilgan vaqtimizda fadar bir riqob, gadini chepama degan gap. Masalan, ko'rgan kofir emas, urush, Alloh taolo urushga buyurgan kofirlarni. To'rtinchisi al-mudari' al-maqrun bilamil amri. Amrning lami bilan birikkan muzari. Emrinin lamı bilen birikken muzari. Yani emri gayb deymiz. Litu'minu billahi ve rasulih. Allah ve ona çıkınakınla iman eytinla. Mao mücadelede ikisini yazıp kaptı. Mücadeledeki emri emez. Ta'lil o deyme. Ta'lil. Ama fethideki emir. Bunun başka misal keltirip birey. Mesela biz okuyumuz o. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ Kur'an kelimesi وَلْيَطَّوَّفُوا Kabe'ni qanday qilsin? Tavaf qilsin. Shuna o'xshagan. Ya'ni amr g'oyibmi, amrni bildiradi deydi. Demak, 4 siyg'adan nima chiqadi? Amr chiqadi. Undan boshqalardanmi amr chiqamdi desa, amr ifodalanadi desa, vaqad yustafadu talab al-fi'l min g'ayri siyg'at al-amr. Amrning siyg'asining boshqasidanmi bir ishni qilishni talab qilish ifodalanadi. Masalan, ayyusafa bi annahu fard. Farz deb sifatlangan bo'lsa, uni bir ishni qilishni qanday qilgan bo'ladi? Talab qilgan bo'ladi. Masalan, uallimuhum annalloha farada alayhim 5 salawat. Dedistabag'o annalloha farada alayhim. Alloh taolo ularga farz qildi dedimi? Bu bir amrni bildiradi. Demak, ayyusafa bi annahu farad degan farz bilan qanday qilingan bo'lsa, sifatlangan bo'lsa, bu qilishga buyurganligini amrni bildiradi. Aw vajib, bu amrni bildiradi. Ya'ni vojib bilan sifatlangan bo'lsa, masalan, ghuslul jum'a vacibun ala kulli muslim. Cuma günü yuyunish har bir musulmonga nima? Vacib dedimi? Bu yerdagi vacib degan gap bir emrni bildiradi yoki mandublikni yoki toatni. Masalan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Haqiqiy toat degan nima bo'ldi? Ma'rufni bo'ldi deganga o'xshagan. Aw yamdahu fa'iluhu yoki bir ishni qilguvchisi maqtagan bo'lsa, yoki tark etuvchisini so'kkan bo'lsa, yoki uni qilgan odamga savob bo'ldi degan bo'lsa, yoki uni tashlagan odamga jazo bo'ldi degan bo'lsa, mushulardanmi amr ma'nosi chiqadi. Cho'qim yuqori 4 siyg'adan chiqadi degan gap emas. Xo'sh, unda bo'lsa biz amr siyg'asini o'rgandik. Amr, farada, vojib degan bu lafzlar bilan amr ifodalanadi ekan. Bu amr nimani bildiradi? Amrning siyg'asi yoki amr ifodalanadigan lafzlar nimani bildiradi desa, siyg'atul amr عند الإطلاق تقتضي وجوب المأمور به والمبادرة بفعله فورا. Emr siyg'isi indal itlaq mutlaq kelgan vaqtida buyurilgan ishning vojibligini va uni darhol qilishni va ildirishninki vojibligini bildiradi. Taqtadi vujubul ma'murun bi. Buyurilgan ishning vojibligini val mubadara bi fi'lihi fawran. Va uni qilishga darhol ildirishning vojibligini bildiradi. Kechiktirishga bo'lmaydi. عند الإطلاق دقت قلنا مطلق كجا وقت ده يعني أنه غير قرينة ياك مانع كامسة. فمن الأدلة على أنها تقتضي الوجوب قوله تعالى onun vacib ikiligi bildirilgan delillerinin qatarıdan Allah Teala'nınki nemi deliliniz var? Bir emir mutlaq kes vaciblikni bildirdi. Yani farzlikni bildirdi degan nemi deliliniz var desa Allah Teala'nınki فَلْيَحْذَرِ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Agah bolsun o Allah'ın buyruğuna qarşı xilaflik qildiganlar ularga dunyoda bir fitneninki, ya'ni ozg'unlikning yetib kelishidan yoki oxiratda dardlik azobning yetib kelishidan ogoh bo'lsin degan bu oyat har qanday bir amrga qanfali yuxalifuna an amrihi Allohning buyrug'i dedimi? Demak, har qanday bir Allohningki buyrug'iga xiloflik qiluvchilarningki dunyoda bir ozg'unlik, oxirat va dardlik azob qoldiganligini Alloh taolo xabar berdi. Demak, bunun nima chiqadi? Har qanday amrningki mutlaq kelgan vaqtida vojibligi, ya'ni farzligi uni kechiktirishga bo'lmaydiganligi chiqadi. Vajhu dalala
Endi yuqorqi oyatninki dalolatiningki yuzi annalloha hazzara'l muxalifina an amri rasul. Amrihi dekizmi Rasululloh qayda? Maydan xatalashib qoldi. Alloh taolo Rasulullohning amriga, ya'ni buyruqiga xiloflik qilguvchilarni ogohlantirdi. Nimadan ogohlantirdi? Antusibahum fitna. Ularga bir fitna yetib qilishni ogohlantirdi. Fitnadan bo'lgan maqsad nima? Va hiya zayg, ozg'unlik. Aw yusibahum azabun alim. Yoki ularga bir adatlik azobni yetib qilishni qanday qildi? Ogohlantirdi. Ogohlantirish qanday ayda bo'ladi? Va tahzir bimithli zalik. Yuqoriga o'xshash ogohlantirish la yakun illa ala tarkin vojib. Faqat vojibni tashlagan vaqtda bo'ladi. Bo'lmasa bunda qattiq ogohlantirish yo'q, kelmaydi. Ma kitobda vojib deb kelsa qilgan farzlam kelsin. Lekin farzni tashlagan vaqtda undan keyin shunda qattiq ogohlantirish keladi. Fadalla ala an amr rasul mutlaq, ya'ni dalolat qildi payg'ambarimizning mutlaq amri yaqtadi vujubi fi'l ma'mur. Buyurilgan ishninki qilishning vojib ekanligini taqozo qiladi. Ve min el-edilleti, hoş, enda olsa buyruqning vojibni bildirgan, ya'ni farzni bildirganligini bildik. Unda olsa derhal qilishga delilingiz nima desa, ve min el-edilleti ala annahu lil-fawr, uni derhal qilishning vojib ekanligiga bo'lgan delilning qatoridan fastabiqul khayrat. Alloh Qur'on Karimda buyruqni dedi, yaxshilik oldiranglar dedi. Ya'ni kechiktirmanglar dedi Alloh taolo. Vel ma'muratu şer'iyye, şeriatda buyurilgan ishlarning hammasi xayr, yaxshi. Vel emru bil istibaq ilayha, u yaxshiga oldirishga bo'lgan buyruq dalilun ala vujubul mubadara. Uni derhal qilishning vojib ekanligiga bir dalil. Ve li'anna nabiy sallallohu alayhi ve sellem, çünkü payg'ambar sallallohu alayhi ve sellem yaman ko'ydi kishilarningki kechiktirishini yaman ko'ydi. El ma amarahum bihi minan nahr. Ularni buyurgan ishdan. Qaysi buyurgan ishni? Ya'ni payg'ambarimiz kishilarni buyurgan ishni kechiktirganligini yaman ko'ydi. Minan nahr vel haqq yawm al-Hudaybiya. Ya'ni Hudaybiya kunisi 5-tush va qurbonlik qilishdan iborat ularni buyurgan ishdan kishilarningki kechikib qolganligini payg'ambarimiz qanday qildi? Yaman ko'rdi. Ya'ni payg'ambarimiz Hudaybiya sulhini tuzib, shu yil haj qilmay qaytib ketishga sulh tuzdi. Shunda bunda vaqtda ashhadlam amsislar chechanglarni tushirib, qurbonlarni bo'g'izlab, ihromondan chiqib ketinglar debdi. Hech qanday sahobalar oldirg'ilmadi bu ishga. Payg'ambarimiz qanday qoldi? Xafulab qoldi. Hatta kirdi payg'ambarimiz ala Ummu Salama, ayol Ummu Salamaning qashiga kirib, fa zakara laha ma laqiya minan nas. O Ummu Salamaga kishilarni uchirgan gapni qanday qildi deb berdi. Bu kishilarni oldirg'ilmadi deb qanday qildi? Xafa bo'ldi. Demak, bu yerdan kishilarningki buyruqini kechiktirganligi Rasululloh qanday qilgan? Xafa bo'lgan. Demak, mushuni deliq keldi bu yerda. Bir ish oldirashningki vojib ekanligi, mush Rasulullohning mushu nimasini deliq keldi. لأن المبادرة في الفعل أحوط وأبرأ. Çünkü bir ishni qilishga oldirash ahvat va abra. Ya'ni ahvat degan gap qilamay qolmaslikdan saqlag'uchiroq va abra va gadandan tushirguchiroq. Ya'ni gadandan saqlashga texmi yaqin bu. Bir ishga oldirash. Va ta'khir lahu afat, kechiktirish uning ofatlari bor va yaqtadi tarakumul vajibat hatta ya'jiza anha. Bu vojib bo'lgan, farz bo'lgan ishlarningki duyulishib qolishini keltirib chiqaradi, hatto uni qilishni qanday qilib qoldi? Ojiz bo'lib qoldi. Va qad yakhruju al-amr an al-wujub wal-fawriyya li dalilin yaqtadi zalik. Ba'zida amr vojiblik va darhol qilishdan chiqib ketadi. Biz bayatning amrni vojiblikni bildiradi, mutlaq kelsa va darhol qilishni bildiradi shundaqmi? Endi mutlaq kelmasa ma'lum dalil olib qolsa chiqib ketadi. Shunday deydi. Va qad yakhruju al-amr an al-wujub wal-fawriyya lidalilin yaqtadi zalik. Shu amr ba'zida vojiblikdan va favriylikni darhol qilishdan chiqib ketadi, lidalilin yaqtadi zalik. Shuni taqozo qilgan dalil bo'lganligi uchun. Ya'ni vojiblikni bildirmaydigan yoki darhol qilishni bildirmaydigan bir qarshi bir dalil kelib qolgan bo'lsa, bu bundan chiqib ketadi. Masalan, vojiblikdan bir qancha ma'nolarga chiqib ketadi. Buning birinchisi mandub. Mustahablik chiqib ketadi ba'zan buyruqlar. Masalan, demak bir buyruq mutlaq kelsa, uningga hech qanday qarshi dalil kelmasa vojiblikni bildiradi. Ammo qarshi kelib qolsa, kelgan dalil qarta u vojiblikdan chiqib ketadi. Masalan, ba'zi buyruqlar mandublikni bildiradi, ya'ni mustahablikni bildiradi. Masalan, Alloh taolaning so'zidagi "Va ashhidu idza tabaya'tum." Sizlar so'zsat qilsanglar, cho'qim guvoh chiqib, andan keyin so'zsat qilinglar dedi. Guvoh keltiringlar dedi.
Unda qas aşkın kersek tamaq yemek olsaqmı? İşkedemni guva chiqib tamaq yemdik. Bir narsa almoqchi olsaqmı işkedemni guva alamdik. Yo'q. Buyruq qildi Alloh taolo va ashhidu guvohlik qilinglar. Sizlar savdo sotiq qilsanglar guvohchi keltiringlar dedi Alloh taolo buyruq qildi desa fal amru bil ishhad bu yerdagi guvohchi keltirishga bo'lgan buyruq ala tabayu' lin nadb. Bu mustahablikni bildiradi. Mustahablikka bo'ysunadi bu. Nima uchun? Dalili nima bu yerdagi? Mustahablikka tushirayotgan narsa bu yerdagi buyruqni. Bir dalil ana Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir dalildanki payg'ambarimiz haqiqatan payg'ambar alayhisolatu vasallam bir arabiyni nima sotib oldi? Ot sotib oldi. Uningga bir kimni qanaqa qilmadi? Guvoh chiqamadi. Demak, Alloh taolo buyruq qildi. Rasululloh uningga ijro qilmagan bo'lsa, bu ishningki yaxshi ekanligi, lekin vojib emas, farz emasligini bildiradi. Onda desa, bu Rasululloh mustahab ishni qilmam dedi. Mustahab bo'lsa qilish kerak Rasululloh deyishing mumkin. Rasululloh mustahab bo'lsa qiladi. Ammo shunday ishlarning farz emasligini bizga bildirib qo'yish uchun qanaqa qilmaydi? Qilmaydi. Agar Rasululloh managa qanaqa qilsa, shohid keltirsa, bu nima bo'lgan bo'ladi? Vojib, farz bo'lib ketgan bo'ladi. Demak, Rasululloh mustahabni hammani qiladi. Ammo ba'zida u ishningki farz emas, vojib emasligini bildirish uchun, uningki mustahab ekanligini bildirish uchun qilmaydi. İkincisi ba'zi buyruqlar ibaha, ya'ni mubahlikni bildiradi. Qanday vaqtda shunday bo'ldi degan vaqtda va aktharu ma yaqa'u zalik idza warada ba'da al-hadr. Birinchidan, agar bir buyruq cheklimidan keyin kelgan bo'lsa, ya'ni bir ishni Alloh taolo cheklab bilib, undan keyin u cheklimini amaldan qoldirib bir buyruq qilgan bo'lsa, bu mubahlikni bildiradi. Aw javoban lam yatawahhamu annahu mahzur. Yoki u cheklangan ishmiki deb gumon qilib qolgan odamga javob bilib kelgan bo'lsa, buyruq bu mubahlikni bildiradi. Masalan, cheklangandan keyin kelgan buyruqning misoli Alloh taolo va iza halaltum fastadu. Alloh taolo 5ta sizlar ihromdagi oltinglarda ovlamanglar deb chekladi shundaqo. Ondan keyin Alloh taolo va iza halaltum fastadu. Sizlar ihromdan chiqqandan keyin ovlanglar dedi. Sizlar ihromdagi oltinglarda ovlamay, ihromdan keyin chiqqandan keyin ovlanglar dedi. Ana bu yerdagi oyatda qarasak va iza halaltum fastadu. Sizlar ihromdan chiqqandan keyin ovlanglar deb buyruq bor. Allohning buyruqlarini bildirdi, farzni. Unda bo'lsa, har bir odam ihromdan chiqqandan keyin berib, o'rmonliq qo'yib, tog'larga chiqib, o'lishi vojib farzmi? Yo'q. Nima uchun? Bu 5-da bir cheklimi kelgan, cheklimidan keyin kelgan amr o'g'achqa bu mubahlikni bildiradi. Hatto mustahablikni bildirmaydi. Fal amru bil istiyat lil ibaha. Bu yerdagi o'lashga bo'lgan buyruq mubahlik. Nima uchun? Li wuqu'ihi ba'da al-hadr al-mustafad min qawli. Chunki u Alloh taolaninki g'ayra muhallis sayd. Sizlar ihromdagi oltinglarda o'lmanlar degan bu so'zdan ifodalangan cheklimidan keyin kelganlik uchun. Cheklimidan keyin kelganlik uchun bu yerdagi buyruq nimaga tushdi? Mubahlikka tushdi deymiz. Endi ikkinchisi qanday vaqtda mubahlik tushdi? Bir ish cheklanganmiki deb gumon qilib qolgan odamdan bir savol so'rgan bo'lsa, uning qarata buyruq shaklida Rasululloh bir ko'rsatmagan bo'lsa, bu ko'rsatmasi uchun mubahlikni bildiradi. Masalan, va misaluhu javoban lama yatawahhamu annahu mahdur. Endi onun cheklanganligini gumon qilib qolgan odamga javob bo'lib kelganning misoli payg'ambar sallallohu alayhi vasallamningki if'al va la haraj. Ya'ni bir odam payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Rasululloh hajda beshimni avval tushiramdim yoki qo'yni avval bo'g'iz qurbonlikni biron qilamdim deb so'di shunday bo'ldi cheklanamdi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dedi if'al va la haraj dedi. Xohlagancha qil. Qaysini ilgari qilsang bo'ladi dedi. Demak bu yerdagi if'al degan buyruq uchun mubahlikni bildirdi. Ya'ni qaysini qilsang bo'ladi. Masalan, adam qo'yni balda o'ldirsam bo'lamda deb so'rgan bo'lsa, if'al qil dedi. Bu yerdagi qil degan gap keyin vala harajim ba buyruq olsa mı gerekçe bu hata mı doğru mu deb gumon qilib qolgan bir savol chiqib, bu yerdagi mubahlikni bildirdi. في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. Yani bu nerede kelgan? Fi cevabı men sa'aluhu. Peygamberimizden soğan kişilerin cevabı kelgan. Fi haccetul vida. Vida haccida an taqdimi af'alil hajj. Hajjning faaliyatlarini ilgari qilish haqida. Allati tuf'alu yawmul eid ba'daha ala ba'd. Yani yetkinisi ba'sining ustiga qilinadigan haj faoliyatlarininki ilgari qilinishi haqida hajjatul vidoda kishilar payg'ambarimizning so'rgan savolining javobida kelgan. Uchinchisi ba'zi buyruqlar tahdidni bildiradi. Masalan Alloh taolaninki i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. Xolig'ininglarni qilinglar.
i'malu dedi. Shuni xoliqning qilgan. I'malu ma shi'tum. Buyruq. Unda Alloh taolo xoliqning qilishga buyurdi deb inson xoliqni qilsa bo'lamda? Yo'q. Bu yerdagi tahdidni bildiradi. Shundaqla faman sha'a falyu'min va man sha'a falyakfur. Xoliq odam mu'min bo'lsin, xoliq odam kofir bo'lsin. Bu oyatni ko'pincha kishilar xato tushunilib, dinda hurlik va erkinlik va din hurlik va insonda. Alloh taolo Qur'on Karimda xoliq odam mu'min bo'lsin, xoliq odam kofir bo'lsin degan. Shunga bu ixtiyoriy. Bu bir tahdid. Tahdid. Xolisang Allohga ishon. Xolisang kofir ol. Keyingi oyatning bor. Inna atadna lil-zolimin. Kofirlab o'zga zulm qilgan kishilarga do'zaxni tayyorlab qo'ydi Alloh taolo. Demak bu bir tahdid bu. Alloh taolo ixtiyorlik bergan yo'q buningda. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه تهديد. فذكر الوعيد دوزاخ bilan qo'rqitishning so'zlanganligi ba'dal amr amrdan keyin ba'dal amril mazkur yuqori so'zlangan amrdan keyin dalilun ala annahu tahdid. Uning tahdidligiga javob bir dalil. Wa yakhruju al-amru 'an al-fawriyya ila at-tarahi. Buyruq darhol qilishdan kechiktirib qilsin bo'ldigan yerga chiqib ketadi dalil bilan. Ma'lum bir dalil olib qolsa, mutlaq kelib qolsa bir amri ham vojiblikni ham darhol qilishni bildirsa, ammo uning qarishi bir dalil kelib qolsa, ma hukmni kechiktirsakmi bo'ladi ekan. Ma hukmni kechiktirsakmi bo'ladi ekan degan ba'zi nimalar bo'ldi. Undan hukm aql oldu. Ya'ni favriylikdan taraqiga chiqib ketadi. Uning misoli masalan qadou Ramazon, Ramazonning qazosi. Ramazonning qazosi fa'inahu ma'murun bih. Cho'qim qilishga buyurilgan bir ish, vojib, farz yani. Lakin dallat dalil ala annahu lit-tarahi. Lekin dalolat qildi dalil u tarahi kechiktirib qilsin bo'ldi-ku deganga dalil dalolat qildi. Qanday dalil dalolat qildi? Qani u dalil? فأن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها دد عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان من üstümde Ramazan'dan rozu baydı. Ne qazar rozu baydı. فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. ما onu ada qılanmaydım illa fi Şaban. Aşı Şaban eydilem qada qılaldım. Yani yeni bir Ramazan kâgeli az qağa vaqtla ada qılalaydım. Ve zâlike limekan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Aşı Resulullah'ın ki makanı onu üçün deganligi, ya'ni Resulullah'ın işiyle meşgul olganligim üçün aşını faqat Şaban ayıga chiqanda qildim, kechiktirdim dedi. Demak, Resulullah'ın uyidagi bir ayolning, Ayşe anamizning Ramazan ro'zining qazosini kechiktirganligi, Ramazan ro'zining qazosiningki darhol ado qilishga tegishli farz ekanligini bildirmaydi. Ya'ni bu yerdagi amr favriydan, ya'ni darhol qilishga tegishli bo'lgan ishlikdan kechiktirib qilsin bo'ldigan bir holatga qanday qiladi? Chiqarib o'tadi. Chunki bu yerda bir dalil bor deymiz. Demak, dalil bo'lib qolsa, o favriylikdan taraqiga qanday qiladi? Chiqib ketadi. Walau kana at-ta'khir muharraman ma uqirrat alayhi Aisha radhiyallohu anha. Agar ta'khir, ya'ni kechiktirish qazarosini harom bo'lgan bo'lsa, Aisha radhiyallohu anha uning ustiga qanday qilmaydi? Iqror qilmaydi. Ya'ni Rasululloh uningga gap qolmaydi. Cho'qim darhol qilib kechiktirmaydi deydi. Hamda bugungi darsimiz oxirgi azroq munozatlik mazmun. Ma la yatimul ma'mur illa bihi. Ma la yatimul ma'mur illa bihi. Buyurilgan ish faqat uning bilan to'liqlangan ish. Ya'ni bir ishga buyurdi Alloh taolo, ammo u ishni qilish yana bir ishga qarashliq. Unda bo'lib qolsa qanday bo'ldi? Idza tawaqqafa fi'lul ma'mur bihi ala shay'in, agar buyurilgan ishni qilish bir ishga qarashliq bo'lib qolsa, kana zalika shay ma'muran bih. Ashu narsimi buyurilgan bo'ladi. Fa in kana al-ma'muru bihi, agar buyurilgan ish vojib bo'lsa, ashu narsimi vojib bo'ladi. Ya'ni ashuni qilish qarashliq qilgan narsimi vojib bo'ladi. Agar buyurilgan ish mustahab bo'lsa, ashu narsimi mustahab bo'ladi. Masalan, vojibning misoli, avratni yepish vojib, shunday farz. Agar avratni yepish fa iza tawaqqafa ala shira'i thawb, agar kiyim sotib olishga qarashib qolsa, kiyim sotib olish nima bo'ldi? Farz bo'ldi. Misol, mandubning misoli, juma kuni xushroq ishlatish nima? Mustahab. Agar xushroq ishlatish atr sotib olishga qarashib qolsa, atr sotib olish nima bo'ladi? Mustahab bo'ldi. Shunga o'xshagan. Bu va hadhihi al-qa'ida fi dimn qa'ida a'am minha. Buningdan umumiyroq bir qoida shuning ichiga kirib ketadi. U qoida qaysi? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Vasıtalar onunla məqsədlərinin hökmləri var. Yəni
hükümning maqsadlari shu hükümge ib baradigan vasıtalarga beriladi. Fevasail ma'murat ma'murun biha deydi. Çünkü buyurulgan işlarning vasıtaları ma'murun biha. Onunga qanday qilinadi? Buyuriladi. Ve vesailul menhiyat çeklengen işlarning vasıtaları onundan çekildi. Yani bir işni Allah Teala çekildi. Bir işni çekilmegelik. Lekin aç çekilmegen işni qilsak, çekilgen işe berip qalsak, çekilmegen işim uchun çeklenadi. Mesela deyli bir naqsha mazmuni sağlam, muzikasi yo'q, to'g'ri. Ammo men ig'ir, harom bo'lgan muzikani aralashtirmasak yoki bir bu naqsha qilinmaydi desa, unda naqsha aytmang deymiz. Shunga o'xshagan cheklangan ishlarga ib boradigan to'g'ri ishlarni cheklanadi. Esimizda olsun. Buyurilgan ishlarga ib boradigan, buyurilmagan ishlar bo'lsa-mu buyuriladi. Mana shuni sanab bo'ldi. Unda bo'lsa arkadaşlar bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kerakli soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.